Hop, mana azizlar, bizada jurnal stolimizni bir marta lak yedi. Ya'ni bu hozir cho'tkada o'yinlarning ichlari bilan birga suyuq holatda cho'tka bilan bir marta lak berib chiqdik. Mana o'shandan keyin shunaqa holatda bo'ladi bu ishimiz. Bu hozir birinchi bosqichda laklashi. Bu qopqoq qismi. Endi xudo xohlasa bir kun tursa, ertaga qurigandan keyin bir marta nulovga o'tilib, yana bir marta lak sepamiz. Keyin yana bir marta lak sepganimizdan keyin matoviy lakka xudo xohlasa laklari to'yilib, pardozga tayyor holatga keladi. Mana zanjirlarni ko'ryapsizlar. Qanaqa ko'ryapti ishi o'zgacha bir och beradigan naqsh element hisoblanadi. Mana bularga bitta baho berasizlar. Xonamizda qorong'i bo'lgani uchun ozgina yorug'lik yetishmadi. Shunisiga rozi bo'lib qo'yasizlar. Hop, mana bu joyda shu jurnal stolimizni pastki qismi, oyoqlari, sargalari, xudo xohlasa mana bunga hech qanaqa rang bermayapmiz, faqatgina tabiiy yong'oq o'zi qandoq bo'lsa o'shandoq rangigacha qolyapti. Rangsiz laklanyapti. Bu ham bir o'zgacha ko'rinish beradi, sog' bo'lasizlar.